Damovatni zuburimiz. Mana xudo xolasa oxirlab qoldi. Bu yerni haydab tashladik. Bitta borib kelgan, men keyin haydayman. Bu yerni qizilchasini ertaroq o'tdik. O'sib qoldi yaxshi. Shu o'rtalar sal ola bo'lib qoldi. Bunga sabab bor, vaqtida o'tamadik. Yo qurt yeb qo'ydi, yo yer qisib qo'ydi. Bilmadim endi. Mayli, bu yerga ham xudo xolasa nasib qilsa bo'ladi bizga. Barakasini bersin. Bu yerlar zo'r chiqqan. Bu yerlarsa qo'rqmay qalin ko'rish kerak ekan. Hurmatli obunachilarimiz, qizilchani qo'rqmay qalin ko'rish kerak, yagana qilib tashish kerak. Endi yana bir oralab xudo xolasa o'tib chiqamiz. Darada ikkitadan yurayotgan sabab bor. Boya aytdim shekilli, tepada plyonka bilan suv tarashga qilib qo'yganmiz, shuni buzgimiz kelmayapti. Shuning uchun ham ikkitadan yurganimiz yaxshi chiqyapti. Bittada qiyin.